Migren ko'p o'sib borayotgan xastalik edi. Bugungi kunda ko'payib boryapti. Chunki mana shu atrof muhitimiz, zamon, rivojlanish, stress faktor hammasi, trafik, boshqa ish, uy rejimi yoshlar orasida ko'payib ketaveradi. O'qish, pul topish deydi. Boshqa qiynalish, stress. Yana ko'p faktorlar aytishim mumkin. Ko'pchilik qarshi chiqishi mumkin. Misol uchun elektromobil deydigan bo'lsam ham. Sabab bo'lishi mumkinmi? Mumkin. Telefon, kompyuter sabab bo'lgandan keyin elektromobil ham sabab bo'lishi mumkin. Meni shaxsiy fikrim, hozir ko'p aytiladi, elektromobil himoyalangan qobiqlari bor, boshqa bor. Meni shaxsiy fikrim, hech qaysi qobiq saqlamaydi elektr maydondan insonni. Ayniqsa uni ichida ertadan kechgacha yuradigan insonni uni himoyalab bermaydi. Elektr maydon, magnit maydon, bular albatta ta'sir doirasi keng va shuni ichida o'tirgan insonga ta'sirini o'tkazadi. Olib kelishi mumkinmi? Migrenga olib kelishi mumkin. Ba'zi bir triggerlardan, tashqi omillardan hisoblanishi mumkin. Aziz do'stlar, yana mana shu migren haqida, bosh og'rig'i haqida nimadir savollaringiz bo'lsa, nimadir o'ylantirayotgan bo'lsa, kommentariyalarda qoldiringlar. Keyingi intervyularimizda buni albatta keng ommabop qilib yoritib berishga harakat qilamiz.